Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın bölüm güç qararlıq tor söhbetiga hoş geldinglar. Bugünkü programımızda Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin idara heyet azası Saud Mehmet Efendim biz bilen birle. Hürmetli Saud Mehmet Efendim, programımıza hoş geldiniz. Rahmet, aldıraş vaxtınızda meni ziyaret qıldığınızga rahmet. Sizga köp rahmet. Bizim Japoniyadagi jarayondagi bütün fəaliyyətlərə, Yaponiya Cemiyeti olsun, nəqəsi qarindaşlar və siz həm ona aid yaxşı yardımcı olduğuna köp rahmet. Siz özünüzü bir tanıştırgan bolsanız, Saud Mehmet kim? Haqqı rahmet. Ben ismim Saud Mehmet buldu. Şərq Türkistandagi Örümçidən tug'ilgan. U yerda burun shu Xitoycha maktab o'qigandim, atalmish Minkoxan deb qo'ydik. U yerda Xitoycha maktab bitgandan keyin temir yo'l idorasida ishlagandim. Temir yo'l idorasida 10 yillik ishlab, keyin shu chet elga chiqishni nishon qilib 2016-yili Yaponiyaga keldim. Yaponiyaga kelgandan keyin yapon tilini o'rganib, undan keyin Ali maktabga kirib o'qidim. Maktab bitgandan keyin 2 yilning oldida, yana 2021-yili magistrlikni bitirib, hozir Yaponiya Uyghur Cemiyetida rasmiy ishlatyman va mushadagi qarindoshlar bilan shu Yaponiya Uyghur Cemiyetining doim a'zosi, hay'at a'zosi bo'lib, shu jamiyatda ishlatyman. Rahmat. Siz endi bu chet elga chiqishni qanday bir qaror qildingiz, u yerdan xizmatingiz ham shunday yaxshi ekan? Siz deganimizdek, men shu kommunist Xitoyningki bir temir yo'l idorasida ishlaydim, davlat igilik bir shirkatda. U ta'minotlarni hali yaxshi bir idorada. U yerda 10 yillik ishlatdim. Menga nihoyat cho'ng ta'sir qilgan, shu chet elga chiqishga bir ta'sir qilgan ish 2009-yildagi Urumchi voqeasi bo'ldi. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligida ko'plagan bizning qarindoshlar shahid bo'lib ketdi. Men shu vaqtda shu naq maydonda bordim. Shundaqmi? O'zim uyam Urumchida endi xizmat o'rnimda shu temir yo'l bo'lgandan keyin shu kuni aram olgan kunimda Urumchi shu Naming atrofiga berib qolib ekanman, shu namoyish bo'lgan kunisi. Xitoy hukumati qanday bizni qurol kuchi bilan bosib olganligini, bizning qanday shu taskinlar qolganligimizni men o'z ko'zim bilan ko'rib, shu vaqtda menga cho'ng ta'sir qilgan. Shundan keyin men chet elga chiqishni nishon qilib, Turkiyalarga bir borgan bo'ldim. Undan keyin Yaponiyaga sayohatga bir kelib, Yaponiyani hali yoqtirib 2016-yili o'qishga Yaponiyaga keldim. Endi shu biz muhojirga chiqqan Uyg'urlarning har birisining shunday bir sebep bilan vatanni tashlab chiqilgan bir sebebi ham nurg'un hikoyalar bo'ldi ekan. Siz endi mumkin bo'lsa ozroq bir shu kun ko'rganishda bir narsani deb bera olamsiz, masalan sizni texnika ta'sir qilgan? Men u kuni tushdan keyin shu Naming atrofiga berib qolgandim. Men borgan vaqtda asosiy jihatdan o'quvchi bolalarning tinchlik namoyish qilayotganlarini ko'rdim. Tinchlik shu shiorlarni to'lab, qo'llarini ko'tarib, ko'chalarda mengib o'tibdi ekan. Biz mashina bilan ketib borayotgan, mashina to'xtalib qoldi, u yerda mangolmay. Shu yerda yarim soatdek bo'lib qoldik. Dastlabda mening ko'rganim ham tinchlik namoyishdi. Undan keyin biz yarim soatdan keyin men u naq maydondan ayrilib ketdim. Ayrilib ketgandan keyin mening do'stim qolib qolgan u yerda. Keyin do'stimdan telefon keldi. Men yerda soqchilar qurol o'q etyapti, o'q ovozi anglanadi, odam o'ldi deb. Yine yarim soatdek o'tgandan keyin u do'stim bilan aloqalashsaqmi, telefon qilsaqmi, telefon elinmay qolib ketdi. Signallarimiz to'xtatib o'xshaydi. Telefon elinmay bir necha kun biz uyga sulinib qoldik, sirtga chiqqanman. Sirtda Xitoylar namoyish boshlayapti, Uyg'urlarni ko'zdan urib, Uyg'urlarning do'konlarini chaqib degandek fojialar bo'lib ketdi. Men 2 kundan keyin idoraga bormasam bo'lmaydigan bo'lib qolib, atgan nihoyat baldir sahardan uyamdan shu temir yo'l idorasiga borgandim.
o vaqtda avtobuslarmi to'xtab qolgandi, avtobus yo'q. Piyoda mengib shu Xonsan kelgan vaqtda Xitoylarni ushlab qoldim aytgan. O Xitoylar shu nihoyatda o'chmanlik bir nazar bilan men qaraydi. Men tunimaydigan Xitoylar ular. Shu qo'rqinchli bir ko'zni ko'rganman shu vaqtda. U meniki hayotimda hargiz unutib qolmayman. Bir qo'rqinchli bir ko'zlarni ko'rdim. Siz magistrlik o'qidim dediniz. U jarayonda qiyinchilik yo'liqdingizmi? Bu davosiga qanday kirdingiz? Bu jarayonlar, ya'ni o Yaponiya Uyg'ur jamiyatini bir anlatgan mısınız? Rahmat. Men vatanga chiqishdan burundan Erkin Asiya bo'lsin, Amerika ovozi bo'lsin, shunaqa chet eldagi radiolarni anglaydim, chet el torlarni ko'rdim. Men chet elga chiqishdan burundan hamda chet eldan ancha-muncha xabarim bordi. Bizning uydagilarmi bildi hamda men chet elga chiqsam bu cho'qim da'vo qildi deb uydagilar o'ylaydi. Shu dastlabda uydagilar menga qo'shilmagan men chet elga chiqishimni. Keyin endi Urumchi voqea bo'ldi, nurg'un ishlar bo'lgandan keyin uydagilarni qo'shildi. Shundan keyin chet elga chiqdim. Men chiqib xizmatimdan istifa berib, men Yaponiyaga kelgan vaqtim 38 yosh vaqtimda kelgan. Til o'rganish bir tez qiyinchilik bo'ldi menga. Yapon tilini bilmaydim. Bu yerga 2 yil til o'rgandim. Dastlabki yarim yilda haqiqatan qiylandim. Oddiy gaplarni deyolmayman, yaponlar bilan so'zlashamayman. Yolg'izchilik, shunaqa o'ylagandim. Qo'limda hech qanday ish kelmaydigandek bir xil bir umidsizlik shunaqa bo'lgan. Meniki shu vatandagi xizmatlarimni, oilamni hammani tashlab shu chet elga chiqqanim zodi to'g'ri bir qaror bo'ldimi deb o'zimdan gumonlangan vaqtlarim bo'lgan. Ammo yarim yildan keyin asosda tilim chiqdi. Yaponlar bilan so'zlasha oladigan bo'ldim. 1,5 yildan keyin bir oliy maktabni topdim. Shundan keyin oliy maktabga kirib, oliy maktabda 3 yil o'qidim. O vaqtimda shu meniki o'rgangan va tadqiqot qilgan temam shu Sharq Turkistonning masalasi va jumladan Uyg'ur masalasini tadqiq qildim. Shu yapon tilida o'zimning o'ylaganimni tushundira oladigan holatga kelgandan keyin o'zim yolg'iz da'voni boshlagandim. Men oliy maktab o'qigan shahar Tokishima degan bir shahardi. Tokio bir 9 kilometrda keldi, qiljiroq bir kichikroq shahardi. Ash shaharda endi Uyg'urlarni bilmaydigan odamlar bek chiqqan yaponlar. Men u yerga borib oliy maktabda leksiyalarni o'rnashtirib, Uyg'urninki shu zulmlarni anlatadigan, hatto u yerning televizorlarga chiqdim, gestlarga chiqdim. Men orqali chiq odamlar Uyg'ur masalasini bildi deb o'ylayman. Uyg'ur deydigan bir millatning borligini, shu Xitoyda zulm ko'rayotganligini, zulm uchrayotganligini bildi deb tushunaman. Hozirma shu men o'qiyotgan maktabniki ba'zi darslarga meni chaqirdi. Uyg'ur masalasini anglashga meni chaqirdi. Shu hozirma shu aloqamiz bor, munosabat kavtimiz. Men rasmiy Yapon Uyg'ur jamiyatiga kirishim 2021 yilning 2-oy bo'ldi. 2021 yilning boshlarida men maktabni bitirdim. Shu maktabni bitirish oldida Yaponiya Uyg'ur jamiyatimi qaytadan bir isloh qilinib, ko'plagan Yaponiyadagi yosh shu bolalar bu jamiyatga uyushib keldi. Shu vaqtdan boshlab bu jamiyatga bir ishxona olgan bo'ldik. Ishxonaga bir rasmiy ishlaydigan odam lozim bo'lib, shu jamiyat shu vaqtdagi doimiy a'zolari meni ko'rsatganda jamiyatga ishlaydigan. Menmi nayt xo'shallik bilan millatning, xalqning ishini qildigan bilan tayyor deb shu vaqtdan boshlab 2021 yilning 3-oydan boshlab men rasmiy jamiyatga ishladim. Ko'p rahmat barliq qilganingiz uchun, Uyg'urlarni to'ntirish, o'zingiz yolg'iz shu boshqa shahar Uyg'urlarni to'ntirish qilgan, hozir qadar qilganingiz ko'p rahmat. Ama şu cemiyet kirgandan keyin cemiyetlar azaq bir anlaşsın qachon qurildi, qilgan ishlar, a'zolar va bundaki planlar bo'lsa, bu to'g'ri azaq so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2008-yilda qurilgan. Yaponiyada qurilgan tarixi en uzun bir Uyg'ur davosini qilayotgan bir tashkilot desak bo'ldi.
tunji raisi İlham Mahmud efendim, burunqi bizniki peshqadam shu da'vogarlar qiyinchilik sharoitda shu jamiyatni to'xtatib qo'ymay davomlashtirib kelgan. Endi hozir biz yoshlar qo'limizga oldik. Yaqin yillarda bu jamiyatni bir isloh qilib saylam shu demokrat tuzum bilan idora qilib menyapmiz. Jamiyat 2 yilda bir qatim saylam o'tkazilgan bo'ldi. Shundan keyin saylamda Abdukiram bizning rais bo'ldi. Abdukiram bu da chiqib qaror tugaydi. Tugasa yana qaytadan saylam o'tkazamiz. Hamda bir demokrat tuzumda bu jamiyatni apmolgan bir sistemni qurib oldik. Hozir Yaponiyada hamda en aktiv Uyg'ur faoliyat qilayotgan Sharq Turkistondagi davosini qilayotgan bir tashkilot bo'lib aylandi va Yaponiya hukumati bilan Yaponiyadagi har sohadagi odamlar bilan yaxshi munosabat bog'lab qo'yapmiz. Bizning jamiyatniki faoliyatlarimiz jonlandi. Bizning faoliyatlarimizning jonlanishiga ergishib shu bizga jamiyatga a'zo bo'lib kirgan a'zolarimiz hozir ko'paydi. Bizning Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hozir 1000dan ko'p a'zolarimiz bor. A'zoning ko'pinchisi shu yaponliklar. Biz yaponliklardan badal pul olamiz. Jamiyatniki faoliyatlarini shunaqa davomlashtirib qo'yapmiz. Yaponiya davlat ishida bizni qo'llayotgan parlament do'stlik guruhi va bu davlat parlament do'stlik guruhidan boshqa yana yerlik parlament guruhi va ama yaqin yillarda hamda advokatlar birlashmasi deydigan Yaponiyaniki advokatlar bir tashkilot va ular bilan yaxshi munosabat bilan qilyapmiz. Yana bulardan sirt millatlarniki Tibet, Mongol, Hong Kong degandek tashkilotlar bilan yaxshi munosabatimiz var. Şu Yaponiyada hozir aktiv bir faoliyat qilayotgan Uyg'urning davosini anglitib kelayotgan bir tashkilotga aylandi deb desak bo'ladi. Siz Yaponiyaga kelgandan keyin masterlikni tugatdim dedingiz. Siz vatandagi kasbingizni o'qidingizmi yoki boshqa bir kasbni tanlab o'qidingizmi? Ben bunu vatanda temir yo'lda ishlayotdim. Mening kasbim tabiiy kasbdi. Yaponiyaga kelgandan keyin shu da'vo ishlarga, siyosatlarga qiziqib, ijtimoiy fanga o'zgartgan kasbimni. Oliy maktabda Sharq Turkistonniki millatlar masalasi, milliy masalasi degan temada tadqiqot qilgandim. U yerda o'rganganim xalqaro munosabat kasbini o'rgangandim. Shu o'rganish jarayonida nurg'un narsalarni bildim. O'zim shu maktab bitgandan keyin yana o'zimning kasbiga yaqin bir kitob yozdim. Yaponcha nashr qilindi u kitob. Shunda muborak bo'lsin. Unda shu kitobimiz to'g'ri ayrim bir to'xtalaylik. Albatta bizning da'volarimizni anglatish uchun harakatlar bilan, faoliyatlar bilan birga yana tarix bo'lib qoladigan, Mushiyaning xalqiga qoladigan tariximizni tushunadigan bir kitoblarning yozilishi bek yaxshi. Azroq bir mazmun deb bera olamsiz? Yaponcha tilda yozgan kitobning ismi bo'lsa Uyg'urlar va o'z taqdirini o'z belgilash mutlaq hokim tuzum ostidagi milliy qirg'inchilik degan bir temada yozgan. Jamiyatni hozir hamda yangi bir nasl qulonlar ilib buni jonliq ketyapsizlar. Buningdan shu yoshlar chiqqandan keyin qanday bir natijalarga erishsanglar, mushadagi sharoitga moslashtirib, mushaning xalqi anglaydigan tilda, mushaning xalqi qabul qiladigan bir shaklda apmaldinglar deb o'ylayman. Bu jarayon sening shu jamiyatni qo'lga olgandan keyin bir qo'lga kelgan natijalaringizni deysiniz. Biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati bir qatim isloh qilingandan keyin yosh bolalar jamiyatga uyushib keldi. Bizim faoliyatlarimiz canlandı. Canlangandan keyin a'zolarimiz ko'paydi. Abi so'zlab o'tgandek hozir a'zolarimiz 1000dan oshdi. 1000dan chiq a'zolarimiz var. Bu a'zolar ma'naviy jihatdan va moddiy jihatdan bizni qo'llab keldi. Bizningki faoliyatlar Yaponiyaniki davlat televizorlariga chiqadigan bo'ldi. Masalan biz ta'minlagan materiallarni ishlatgan bo'lsa,
şu televizorga Yapon Uyghur cemiyeti təminledi deb xətlarni yazılı dövlət televizorlarga. Şu mətbuatlar çıxdığan nisbeti münayiti köp oldu. Ondan əzarımızmı şununla köpəydi. Əzarımız azımdan çıx əzarımız var. Ondan nəticə desək 2021 yılı tunji Anediye'ninki projesini iltimas qilgandik. Onun g'alaba qildik. Mübarek olsun. Rahmat. O Anediye'nin projesini 2 qatim tamamlab bo'ldik. Endi 3-yilga qarab qilyapmiz. Ondan boshqa yana Yaponiyada endi Uyg'urlar uchun bir Uyg'urning ismini atab bir Yaponninki davlat parlamenti olsun, hukumat olsun bir chiqirib baqqan bir qaror olsun, ya bo'lmasa bir qonun olsun, hech nima yo'q deydi bu. Yaponning tarixida. Biz endi shu 2-3 yil jarayonida faoliyatlarimiz qilish orqali hozir bo'ldi Yaponiyaninki Kengash palatasi va Avam palatasida 2 qaror chiqdi. Bu qarorda Qaysi qarorlar? ismi o'xshash qaror endi Kengash palatada bir qatim o'tdi, Avam palatadan bir qatim o'tdi. O qarorning ismi bo'lsa shu Uyg'urlarga kelgan shu kishilar huquq dafsanchilikka shu ayblaydigan bir qaror Yaponiyaninki. Bu endi gerçi pek kuchli qaror bo'lmadi endi. Amerika, Yevropalardek Uyg'ur masalasini bir milliy qirg'inchilik deb tunigan u yerga yetmadi. Bir kishilik huquq masalasi deb shunaqa bir chiqargan qarornoma bo'ldi. Shundaqdimi endi Yaponiyada bir tarixiy bir yo'qdan barliq keldi. Masalasi ko'p baxmagan bir masala bo'ldi. Shu ikki qarorni qo'lga keltirdik. Bundan keyin bo'lsa shu Amerika, Yevropaga o'xshash Yaponiya hukumati ham Xitoyninki majburiy emgak ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni cheklaydigan bir qonunlarni qo'lga keltirishni va shu bizning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni bostirayotgan, Uyg'urlarga zulm qilayotgan Xitoyning amaldorlarini jazolaydigan bir qonunni chiqarishni shu jihatlardan hozir tirishyapmiz. Rahmat. Endi bu jamiyatda har qaysi yerlarda jamiyatlar shu burunqidan asosan taraqqiy qilib, yoshlarimiz safga qo'shilgandan keyin o'zlariga loyiq bir shaklda o'zlarining uslubida bu da'voni apmongan har qanday yerdagi jamiyatlar ko'p natijalarni qo'lga keltiryapti. Garchi bizning hozir tortayotgan bu zulmimizga nisbatan u hech qancha bir natija bo'lmasa-mu, ammo yo'qdan barliqqa bo'lib kelyapti. Bu jarayonda albatta bizning shu jamiyatni qurg'uvchilar shu jarayonda hozirgacha bizning qo'limizga bergan qadar qilgan ularning ajrini albatta har zaman qadrlaymiz, ularga hurmat qilamiz, ularni hech qachon unutib qolmaymiz albatta. Sizlar ham shunday qilib mingyapsizlar. Biz bu jarayonda ko'rdik jamiyatning sistemlik bir holatda. Ham bolalarning hammasi nihoyat saviyali bolalar ekan. Bundan keyin ishlarga utuq tilaymiz inshaalloh. Texnik natijalarni hozir siz degandek shunday texnik cho'ng qarorlarni ilishga nasib qilsin inshaalloh. Butun muhojiratdagi qarindoshlarga, yoshlarga deydigan bir yurak so'zingiz bo'lsa, shuni ilib programmani oxirlashtirsak. Rahmat. Biz burun Yaponiyada shu qarorlarni qo'lga keltirishdimi yo'lga chiqqan vaqtda bundaq ishlar bu yerda amal ashqul bo'lmaydi. Yaponiya degan undaq bir boshqa millat uchun bir qaror chiqilgan bir davlat emas deb sizlar qilolmaysizlar deganda biz shu gapni anglab abobda qilib boqaylik. Bo'lmagan bo'lsa bo'lmagancha ko'ramiz deb yo'lga chiqqandik. Buni tirishgandik. 1,5 yil tirish jarayon, 1,5 yildan keyin shu qaror qo'lga keldi. Shunga men shu muhojiratdagi qarindoshlarga shuni degan bor, tirishsaqlar bir imkoniyat tug'ildi, bir natijalar qo'lga kelishi mumkin bo'ldi. Shunga biz umidvorlik bo'lishimizni, tirishimizni umid qilaman. Vaqt munosabatimizda programmamizni oyoqlashtiramiz. Sizning vaqt chiqarib programmaga kapaginiz ko'p rahmat hamda jamiyatingizni butun muhojiratga Uyg'urlarga yaxshi anglatdingiz. Buniki ishlaringlar utuq tilayman hamda o'zingizni salomat bo'ling. Rahmat sizga. Dedim çalışmak var yolumda. Dedim ötkürnüme, dedi kulumdur. Dedim satar mısın?
dedi ya ya.